Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. 10 yanvar soat 12:25. Xudo xolasa endi ish boshlamoqchimiz. Kecha bezon quyganmiz. Xo'sh, bugun necha kilometr yuramiz, necha pul topamiz, shuni bilan hisob kitob qilamiz. Quyilgan bezinga emas. Mashinamiz tayyor ish faoliyatiga. Xo'sh, bismillahirrohmanirrohim deb yoqdik. Xo'sh, balansimizda 20.900 so'm. 6,5 pavishina bilan Bo'stondan mahalladan ish boshladik xullas. Xo'sh, birinchi zakaz 13.500. Bo'ston hududi qisqa joyga bo'ldi. Endi ko'ramiz bunisi pavishina bilan yonadimi. Iloji boricha pavishina bilan yongan zakazlarni olaman bugun. Harakat qilaman shunga. Chunki bilasizlar, bez pavishina arzimagan pul bo'lyapti. Benzin tarifida juda qiyin. Kechagi rezultat bo'yicha 5 soatlik ishga 40.000 so'm qo'limda pul qolar ekan hisobda 100.000 so'mlik benzin bilan. İşte bugun shuning uchun kilometri bilan hisob kitob qilishga o'tdim buguncha. Bo'ston hududi, Bo'stondan Bo'stonga bordi. 3 kilometr arzimagan joy yurildi. Lekin 6,5 pavishina bilan yongani uchun 13.500 bo'ldi. 5 pavishina joydan tushdi zakaz. Iloji boricha o'tkazib olamiz. Balim ancha tushib ketgan, tanlab olganim uchun majbur bo'lyapmiz. Agar gazli tarif bo'lganda farqi yo'q edi. 5 pavishina bo'lsa ham olib olardik. Shu bitta zakazga 4 bal ovorishi menga yoqmaydi. Mana shu yaxshi emas bu. Majbur qiladi-da, xullas. Arzimagan pulga yurasan kerak bo'lsa degandek qiladi. O'sha mana 4 bal ketdi. Havoyimiz yaxshi. Kech payt tuman ham shunga yarasha qalin bo'ladi, lekin shunisi ham bor. Balga ta'sir qilmasligi uchun pastroq pavishinani ham oldik. Bo'ston kottejligi uchun, to'g'ri yo'lligi uchun. Ortiqcha burilish bo'lsa olmardim. Yo'lga tushamiz. Xullas hamkasblar, Bo'ston kottejdan 5 pavishina oldik, balki yetmasin deb majbur 1 kilometr qisqa masofalik uchun. Xo'sh, yangi mebel bozorga keldik. 14 kilometr mijoz oldiga borish 1 kilometr 200 bora, 15 kilometr общий 25.500. 5 pavishinani ahvoli mana shunaqa bo'ladi. Shuning uchun olgim kelmaydi. Mayli, hojayalar ekan 30.000 olib qolavering demaydi, baribir itak majbur ham emas. O'sha 25.000 dan bizdan olib qoladi, ya'ni kamiga pasti 3.000 so'm общий bo'ladi. Adashmasam 22.100 so'm qolar ekan 15 kilometrimizdan. Shuning uchun benzinda qiyin Yandexda desam, Instagram unda bunda Matizda chiqayotgan bolalar bor, bir ikkita, mayli omadini bersin. Moncha topdim deydi bular. 17 kunlik taksilar.
Xullas shunaqa ahvol. Bo'lma endi bu yerda ana bespoveshение 3,5 ming so'mdan odam olishga majburimiz. Bu yer yashil zona emas. Mana o yashil zonaga kirish uchun yana deydi 80 metrda o'rtasiga borish kerak. Agar yana mana shu yerga tushib qolsa, balk etmasligi uchun majbur oladigan bo'lsak, itak orinasizlar. Mana shu zakazga ham men to'g'risi orindim. Odamni yuzida iloji yo'q, nima deysiz endi, klientga bir narsa deya olmaysiz, xush kelibsizlar, sog' bo'linglar deysiz, lekin ichingiz itiydi. 15-16 kilometrga 23 ming so'm, sizga 20 ming 100 so'm qoladigan pul o'ylaylar. Eskavat qilishga arziydimi 12 mingdan benzin qo'yadigan odamga. Xullas keyin zakazda men mana bu 80 metrda ichiga kirib olaman iloji boricha. Yana bunaqa tom suvoq bo'lishni xohlamayman. Xullas yangi mebel bozor, bu yercha tuman. Xullas, hurmatli hamkasblar, 80 metr ko'chaga o'tib oldim, pastga 3 kilometr yurib, чтобы mana shu yashil zonadan zakaz tushishiga umidvor bo'lib, agar orqadan tashlasa bespoveshение olishga majburmiz, chunki balimiz past. Katta ehtimol bilan mana shunaqa shakarop anaqalarni berishi mumkin. Yoqamiz. Qayerdan tushishi mumkin? Qancha kutiladi bilmadim. Iloji boricha shu yashil zonadan tushsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Chunki 3,5 ming so'm standartga to'g'ri kelmayapti hisob kitobimiz. Qancha kutiladi bilmadim. Xo'sh, zakaz oldik. Agar atkaz qilib yubormasanglar 2 kilometr 800 qaytamiz ekan. Menimcha Olmazor kotej. Bu tarafda kamdan kam atkaz bo'ladi. Yo'lga tushamiz. Xullas, zakazimizga yetib keldik. Belgilangan ekan Sakura o'quv markazi. Milliy tiklanish. Xo'sh, necha pul bo'ladi? Keyin ko'ramiz. Olmazor kotejlar. Xullas, hamkasblar, Olmazor kotejdan Sakuraga keldik. Keyin Leniskiy 26500 bo'ldi. Bosib o'tgan masofamiz. Xo'sh, yo'l haqqi Pashta 3 mingdan oshiqroq bizga ushlab qolingan. 3,5 ming, 23 ming bizga qoldi. 23 minut vaqt, 11 kilometr. Bunda oldingi zakaz 15-16 bo'lib ketdi bespoveshение. 11 kilometrga 26.500. Poveshenieni bekarga aytmayman, bespoveshenie bilan olish kerak iloji boricha. 800 metr masofaga chiqdi. Aylantiryapti. Mana 10 ga bitta Leniskiy yuradigan bo'lsak 300 metr bilan hal bo'ladi. Ko'rmay qoldim, poveshenie bilan yongan zakaz. Xullas, zakazimizni yakunlaymiz. To'rtinchi zakaz edi. Xo'sh, 12 ming so'm bo'ldi, 1210 so'm, xullas, pashta 1300 so'm olingan. Bizga 10600 so'm qolyapti shunda. Chistasi yurgan kilometrimiz 2 kilometr. 800 metrdan tashagan, biz 400 metr dalla kirib bordik qisqa yo'l bilan, xullas 2,5 kilometrga poveshenie bilan yongan. Qaniydi hamma zakazlar shunaqa poveshenie bilan yonib tursa.
kilometr. Davom etamiz. Yashil zonadamiz. Hozir shunaqa payt. Obed payti. Balamiz past. Xo'sh, 3,5 ming pavishina bilan 1 kilometr 100. Pushkin ko'chasi. Yo'lning atrofi bo'lsa kerak. Muzikani kallish orqasidagi domlar. Ketdik. Urbansaning ichiga chaqirilgan zakaz kutyapmiz, SMS jo'natib qo'yganmiz. Xullas, hamkasblar 8500 so'm bo'ldi. Pushkin bog'da oldidagi domga ekan, bemor ekan xullas. Shuning uchun yaqin joyga chaqirilgan bo'lsa ham bemor uchun kirdik. Shunaqa qatishlari bor. İşte 1 kilometr 100 dan kirdik. Xabaringlar bo'lsa 8500 so'm bo'ldi. 1000 so'mdan oshiqroq. Xullas 7300 7400 so'm bizga sof foyda deyiladi. 1 kilometr yurdim xolos. Xo'sh, mijoz 15000 so'm berdi. Abdushi o'zi rozi bo'lib. Kamdan kam bo'ladigan holat. Keyingi zakaz. Zilionli zonadamiz. Unaqa yam-yashil emas u. Qalay 2 kilometr 200 6000 pavishina. Kamaytirilgan komissiya bo'yicha sezilarli daraja kamaymaydi-yu. Qalay qiziqtirish bu ham. Adashmasam o'zimiz O'chko'cha. Başta shunaqa Krebs orqasi. Ketdik. Xo'sh, xullas 13000 so'm bo'ldi. Semashga birinchi poliklinika ekan zakazimiz. Kazanskiy bilan o'tib qo'ydik. Xo'sh, o'chirib turamiz. Xo'sh, 13000 so'm. Bizdan 1430 so'm. Xullas qoladigani bizga 11300 so'm. Tozasi ekan 3 kilometr yuribmiz. 2 kilometr borganmiz mijozda oldiga. 5 kilometr. Pavishini 3,5 so'm edi. Hozir benzin tarifida hech bo'lmasa 6000 7000 pavishini olganimizda qani edi. Mayli. Bo'ston kottejdamiz. Kamolot ko'cha bilan kirildi. Endi qanday zakaz tushadi? Bilmadim, pavishina bilan olishimiz qiyinroq. Yaxshisi Bo'ston hududiga chiqib olganimiz yaxshi. O'shanda keyin startni yoqqanim o'zimga foyda, chunki pavishina bilan zakaz olish ehtimoli katta. Olg'a. Xullas, hamkasblar Bo'ston kottejdan iloji boricha zilionli zonaga kelib oldik. Bo'ston City, Bo'ston to'g'onlarida oldidamiz. Pavshinali zakaz tushishiga umidvor bo'lib turamiz endi bu yog'iga. Agar mana bunaqangi 7000 so'm pavishina bilan 1 kilometr juda yaxshi. Atkaz bo'lib ketmasanglar agar.
Bo'ldi, Bo'stondagi mahallalarga sayfiy ko'cha bilan o'tib ketamiz через. Ketdik. Xo'sh, Bo'stondan olingan zakasimizga ham yetib keldik. Biroz adashibmiz. 39 ko'chasi yonidagi ko'chaga ekan. Xullas, qayerga boradi? Adashmasam belgilangan belgilanibdi. Aziza Mebel deb o'qidim, по-моему. Xo'sh degandek. Enter. Xullas, qillarasa etkin почти 2002 hududi ekan. 708 yoshi 8 kilometr yo'q necha bo'ladi? Buni hali bilmaymiz. SMS yozib qo'yamiz. Hurmatli hamkasblar, shuni tavsiya qilardim. Men keldim deb SMS yozib qo'yganingiz yaxshi. Klient sirazi biladi. Men постоянно shunaqa qilaman. Bordi. Turmani orqasidagi masjid ko'chadamiz xullas. Bo'ston bilan o'tib qo'ydik. Xullas, hamkasblar, zakazimiz pochta ekan. Shurpavur usta akalarga safarni boshlab olamiz. Pochta qilib belgilashmasi chatadi. 3 ta shunaqa zakaz bajarsangiz 18 ming 20 ming so'm balansingizda bo'lardi. Ko'pchilik apishni chaqiradi. 24 ming bo'lar ekan 8 kilometrimizga. Pavishenasi baland yonganligi uchun shunisi yaxshi. Endi ketdik. Xullas 24 ming bo'ldi. Olib kelgan pochtamiz Turkiya Mebel. Bobur saloni ro'parasidagi yangi ochilgan mebel 8 kilometr u. 1 kilometr 100 klient oldiga kirishimizni biz 400 metr bilan hal qilganmiz. Qisqa yo'l bilan kirib qo'yganmiz mahalla bilan. Xullas, bizga sof foydasi 21 ming so'm ekan. 25 ming so'm berdi rozi bo'lib, 24 ming edi o'zi. Xullas shunaqa. Hozircha ziloniy zonaga keldik, yaxshi. Ziloniy zonadan chiqib ketib qolsak, bilasizlar, pavishenasiz zakaz olamiz. Shu hozirgi holatda hech kimga yoqmaydi. 2000 so'm past pavishena bilan 2 kilometr 200 hozir tanlashga meni vibirim yo'q, chunki balim past. Xullas, shahar Devonovoy masjid atrofi ketdik. Xullas, zakasni yakunlaymiz. 10 ming so'm Devonovoy masjiddan Piyospoyadagi masjidga keldik. 2 ming so'mlik pavisheni oluvdik. $8300 so'm tozasi ekan. Kilometr 3 kilometr. 2 kilometr oldiga borganmiz. Oz bu. Andan chasayotganda qo'yiq suyuq bo'lyapti, endi oxirida ko'ramiz natijasini. Gazda bo'laveradi-yu, benzinga biroz oz. Yashil zonadamiz, lekin bu tarafga chiqishimizga ozgina qoldi, ish qilib shu atrofdan tushsin zakaz.
ichkariroqqa kirib oldik. Ularda bastoqdan zakat tushib bo'lsa ham o'tishga osonroq. Kilometr 600 dan 5000 pavishina bilan atkaz bo'lib ketmasa agar 5-7 ekan pashti. Aytganimdek Aysha xonimdan ekan zakaz. Yo'lga tushamiz. Xo'sh, xullas hamkasblar, Elbiston oldiga Sariquyga keldik. Mijozimiz Aysha xonimda oxiri, ya'ni Kurgovoyga yetmasdan kottejlar bor bilsanglar. Shu yerda shu yerdan chiqqan. 24-chi. Xo'sh degandek. Zakazimiz to'lovi plastik bilan bo'ldi. Xo'sh, 25500. Xo'sh, parkka, unga, bunga bo'lib, общий bo'lib bizga 22000. Xullas, hurmatli hamkasblar, zaryatim tashlab yubordi to'g'risi. Ishni yakunlayman. Xo'sh, 12:20 mi? Shunda ish boshlagan ekanmiz, menimcha, adashmasam. Xo'sh, 20000 so'm shotimizda pul bor edi. Hozirda 25000 so'm. Oxirgi zakasim 25500 plastik bilan bo'ldi, o'rniga qoplandi. Xullas, karta bilan 25500, bugungi ish faoliyatimizdagi 4 soat, 4,5 soat ish faoliyatimizdagi naqd pul bilan 132000. Bundan xizmat komissiyasi 17100, 200 deylik. Xo'sh, yana kamiga pashti 2000, 3000, pashti 20000 so'm to'liq bizdan yechib qolingan. 25000 o'rniga turibdi mana. 20900 so'mdan adashmasam 25900 so'm bo'lib qaytdi. Xullas 20000 so'm ishlatdik. Qisqasini aytganda, kilometrimizni 00 qilib olgan edik, esinglarda bo'lsa. 76 kilometr. Qayerga kelgan bo'lsam, shu yerga to'xtadim, Sariquy. Xullas, fikringlarni qoldiringlar. Biz pulimiz 150,000, 150,000, 154,000 sanadim. Xullas, kilometriga 2000 dan zo'rg'a to'lab oldik. Tanlab olib yurib, baldan kechib yurib. Xullas, shunaqa. Shunaqa qilib ishlasanglar, xullas 200 mingga bezon qo'ysanglar, 200 ming qoladi. Yana bilmadim, lotereya bo'lib bespavishina joylarga kilometrdan yutkazib qo'ysanglar. Mashinam Spark 12 mingdan bezon qo'yaman, rossiyskiy 92. Xo'sh, 10 taga yaqin yeydi. Borayani kilometri 1000 so'mga tushadi menga hozirgi rasxod bo'yicha. Kilometri 1000 so'mga tushyapti shunda. Xullas, fikr izoh o'zinglardan. Har qalay ishlasa bo'ladi, lekin baribir gazchalik emas, rasxod o'ziga yarasha. Hozir shunda bizda 2000 dan to'lab olyapmiz. 76 kilometriga 154,000 so'm. O'zimizni balansimizga pulni qaytargan holatda. Xullas, shunaqa akalar, ukalar, hamkasblar. Men ishimni yakunladim. Tuman ham tushib ketdi, tumanda emas. Boshqa ish faoliyatim ham bor. Xullas, hammaga omad. Ertaga ko'rishguncha.